Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 3-kitob 3-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Abul Os fidya olinmasdan qo'yib yuborilayotganini evaziga Zaynabni darhol Madinaga yuborishi lozimligi tushuntirildi. Bu taklifni Abul Os qabul etdi. Otasi payg'ambarlik vazifasi berilar-berilmas islomni qabul qilgan Zaynabni bundan buyog'iga Abul Osning xotini bo'lib qolishi mumkin emasdi. Lekin Nabiy akram janobimiz qiyin qistovlarga to'la hayoti davomida uni ajratib yonlariga olish imkonini topmagan edilar. Abul Os musulmon bo'lish taklifini qabul etmadi. Kelishuviga binoan Zaynabni Yojaj vodiyda mo'minlar qo'liga topshiradigan bo'ldi. Mirkaz ibn Havs Suhayl ibn Amirni qutqarishga kelgan, lekin fidya olib kelmagan edi. Uning o'rniga meni ushlab turinglar, qarzini keltirmasa o'rniga meni o'ldirasizlar dedi. Mirkazni bu taklifi qabul etildi. Ayni chog'da Hazrati Umar radhiyallohu anhuning ham bir taklifi bor edi. Vaqtni o'tkazmasdan ayta qoldi: Ey Allohning rasuli, izn bersangiz Suhaylni oltishini sug'urib olay, toki gapirganida tili tashqariga otilib chiqib, sizga qarshi biron narsa deya olmasin. Suhaylni pastki labi tirtiq edi. Shu kamlik qilganday tishlari ham sug'urib olinsa, odamlar oldida bemalol gapira olmay, har og'iz ochganida tili tashqariga chiqib ketaverib, birovga bir gapni uqtirolmaydigan bo'lib qolishi turgan gap edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz bu taklifni qabul qilmadilar. Hech kimning tanasiga nuqson yetkazmayman, ey Umar dedilar. Jazosiga Alloh taolo menga ham aynan shunday qilishidan qo'rqaman. Payg'ambar bo'lsa ham bunaqa ishni qilishga haqqim yo'q. Lekin ey Umar, umid qilamizki, shoyat bir kuni u sen ayblaydigan, hatto maqtaydigan bir joyda chiroyli gapirib paydo bo'lsa. Tishlarini sug'urib tashlash taklifi tushganida sovuq ter to'ka boshlagan Suhayl chuqur nafas oldi. Fidyasini topib kelish hamda o'zini o'rniga asirlikda qolayotgan Mirkazni qutqarish niyatida Madinani tark etdi. Makka. Bir xotin kishining faryodi ko'klarga yuksalib, Asvadni rohatsiz qildi. Quliga buyurdi: Chiqib qarachi, nimaga yig'layapti bu xotin? Qul sal o'tmay qaytib kirdi. Tuyasini yo'qotgan ekan, shunga yig'layapti dedi. Asvad o'zini tutolmay qoldi. Demak, bu xotin bir tuya uchun ko'z yosh to'kyapti, uyqularni yo'qotyapti, shundaymi? Ayt unga, tuyasiga emas, Badrga o'ldirilgan raislarga yig'lasin. Bilib qo'yinglar, ular o'lib, ayrim kimsalar ishi boshiga keladi. Badr jangi bo'lmaganida ularga raislik nasib qilarmidi? Bu so'zlari bilan u Abu Sufyonni nazarda tutardi. Aytmoqchi ediki, Abu Sufyongacha ham raislikka loyiq kishilar topilar edi. Asvadni asl dardli qilgan ham Badrda o'lganlar uchun yig'lashning taqiqlanishi bo'ldi. O'sha kecha Asvad to'yib ko'z yoshlari to'kib chiqdi. Uning bu ahvolini ko'rganlar Abu Sufyonning taqiqini ham nazar pisand qilmay, uzoq yig'lashdi, marsiyalar aytishdi. Janob Rasululloh va ashabi haqida bo'lar bo'lmas so'zlar so'ylashdi. Badr mag'lubiyatini intiqomini olmasdan tinch yasholmaslik fikri hammasini birlashtirib turardi. Yolg'iz shoir Abu Azajim edi. Marsiya to'qigan, Muhammadga qarshi so'zlar aytgin deb taklif etilganida, men hayotimni, tilimni tiyib yurish evaziga qutqarildim deb javob qildi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida islom lashkarini Badrda qozongan g'alabasi Madinani ostin-ustun qilib yubordi. Endi o'rtada lof emas, balki haqiqiy bir kuchi bor edi. Hijoz o'lkalarida buyuk bir nom sohibi o'lgan butun qabilalardan ustun bir qadrga ega Qurayshdek qabilani tor-mor etish hazilakam gap emas.
Bu zafar bir kun kelib Madinada rais bo'lish haqqi to'laligicha qo'liga o'tishdan umid qilib yurgan Abdulloh ibn Ubay kabi shaxslarni shoshirib qo'ydi. Kundan kunga zaiflashib borayotgan obro'-e'tibor endi tamoman qo'ldan chiqadigan bo'ldi. Atrofida so'zini tinglaydigan, uni katta sanaydigan bir guruh bor edi, ammo uning soni Madina xalqiga nisbatan olganda barmoq bilan sanarli darajada oz qolgan edi. Ular hali ham butga talpinishar, hali ham eski dinlariga amal qilishardi, lekin bu bir hovuch kishilar bilan o'rtaga otilib mo'minlarni maydonga siqib chiqarishning ilojisi yo'q. Ikkinchi tomondan ilgaridan nizolashib yurishgani yahudiylar oldiga borib, endi biz ham sizlardanmiz deya olishmaydi. Eng yaxshi chora ko'ngillariga o'tirmagan islom dinini qabul etgan kabi ko'rinib, o'zlariga kafolat olish bo'lib qoldi. Aks holda ishlar chapga ketishi, balki u ona yurtida yashay olmay qolishi ham tayin. Holbuki musulmon bo'lganini ochiqchasiga aytsa, uncha-muncha e'tibor topishi, hayoti iziga tushirib olishi mumkin. Bu orada payg'ambar deyishayotgan odamni biror nayrang ishlatib adabini berib qo'yish imkoni ham topilib qolarmidi? Abdulloh ibn Ubay bu kabi o'y-xayollar og'ushida xalqning ko'zi oldida musulmon bo'lganini e'lon etdi. Shahodat kalimalarini so'yladi. Uning islomni qabul qilishlari avvallari unga e'tibor ko'rsatib kelganlarni sevintirdi. Kechagi kunga qadar ichi kin va nafratga, g'azabga to'la odam qanday qilib musulmon bo'larkan? O'zi kabi hanuz arosatda yurgan odamlar uning uyiga kelib ziyorat etishdi va bir gap eshitdik, shu to'g'rimi ey Abu Salul, deb so'roqlashdi. Nimani eshitdilaring? Biron ajablanarli ish bo'ptimi? Ha, shunisi ortiqcha ey Ibn Salul. Buni hech bo'lmasa bizga aytma. Kechaga qadar ham Muhammadga va odamlarga otash purkab kelgan sen emasmiding? Ha, men edim. Endi-chi? Endi yanayam otash purkayman. Kelganlar battar hayron bo'lishdi. Hech narsa anglamadik, dedi biri. Mendan bundan ortiq so'z olmaysan ham. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ularga shunday bir nigoh tashladiki, go'yo bu bilan anglaydigan saviyada emassizlar demoqchi bo'ldi. Keyin o'sha o'yini so'zlari bilan davom ettirdi. Anglashilmaydigan bir narsa yo'q. Sizlar Ibn Salul ham o'sha ahmoqlar yo'lidan borib, Muhammadga iymon keltirajagiga darrov ishonib qo'ya qoldingiz. Holbuki bu ishim ularga qarshi bir hiyladir, bir o'yindir, yanayam ochiqroq aytsam, aldovdir. Ammo uning sabrli bo'lish lozimligiga sizlar ham iqrorsizlar albatta. Masala oydinlashdi. Ibn Salul qal'ani ichidan yemirilish yo'lini tanlagani ma'lum bo'ldi. Ayrim shartlar ostida bundan aqlli bir yo'l tutib bo'lmasdi ham. Ibn Salul haqiqatdan uzoqni ko'radigan odam ekanini ularga nazarida isbot etgan edi. Bittadan ikkitadan bo'lib borib shahodat kalimalarini aytishga, ularni yonida ulardek bo'lib ko'rinib yurishga qaror berildi. Shu kundan boshlab Ibn Salul bilan uning do'stlari ham masjiddan joy olishdi. Musulmonlar oliy devonda turib Robbil alamin huzurida sajdaga bosh qo'yganlarida ular ham yotib turdilar. Ko'zga tashlanishga harakat qilishar, o'zlarini yaxshi musulmon bo'lgan kabi ko'rsatishga zo'r berishar edi. Ammo bir imkon tug'ildi deguncha mo'minlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qusurli ko'rsatib, ularni sovutishdan va Madinada yana eski hayotni jonlantirishdan boshqa maqsad va g'oyalari yo'q edi. Ona tarafidan yahudiy bo'lgan mashhur shoir Ka'b ibn Ashraf Badrda mushriklar yo'liqqan mag'lubiyat alamini jon-jonidan tuyganlaridan edi. O'zi tanigan ko'p insonlarni o'ldirilishi uni shunday g'amga botirgan ediki, nari berisi yo'q. Kim biladi, makkaliklarning qayg'usi qay darajada bo'lsa.
Borib ularni ko'rmaguncha, ko'ngil hol so'ramaguncha, ular bilan birga ayni dardini tortmaguncha ichi chiqmasligini angladi. Tonglardan birida tuyasini minib Madinani tark etdi. Badr tuproqlariga yetganida yuragini bir teran joylardan chiqqan la'natlarni yog'dirdi. Hali qonlari ham qotib ulgurmagan do'stlarini ko'z yoshlari bilan yodga oldi. Nihoyat kunlab yura bir oqshom Makka ko'chalariga kirdi. Ka'b Makkada musofir hisoblanmasdi. Uni mamnuniyat ila uyida mehmon qilishga tayyor ko'plab oilalar bor edi. Allohning rasulini qabul etmagan va u zotni hijratiga majbur qilinganlarning ko'ngli Ka'b singari kimsalar bilan huzur topardi albatta. Darhaqiqat u qora kunda hamdard bir do'st sifatida kutib olindi. Makka majlislarini to'g'ri unga berildi. Abul Os Makkaga kelgach, xotini Zaynabga vaziyatni tushuntirdi. Seni jo'nataman deb otangga so'z berdim. Hozirligingni ko'raverishing mumkin dedi. Zaynabni Abul Osdan shikoyati yo'q edi. Yoqimtoy, aqlli, xushli, havas qilsa arzigulik, axloqli bir odam. Ayni chog'da qalbi iymon nuriga yopiqligicha qoldi. Ota bobosidan o'tib kelgan dinini tark etmadi. Bu vaziyatda bir musulmon boshqasi mushrik bo'lgan er-xotin qanday birga yashay oladi? Qolaversa ko'pdan beri hech huzur topmagani Makka shahri ayniqsa Badr muhobarasidan keyin odamni bo'g'adigan, nafas olib bo'lmaydigan holga kelgan edi. Otasini yashash haqqini tan olmagan bu shahar Zaynabga tamomila bir zindonga aylandi. Endi bu yerda unga kulib qaraydigan bir chehra axtarish, samimiy bir do'st topish xayoliga ham kelmaydigan bir ish edi. Shu sababdan erini gapini xushxabar o'laroq qabul etdi. Zudlik bilan hozirlik ko'ra boshladi. Abu Sufyonning xotini Hind keldi. Otaning yoniga ketayotgan emishsan, dedi eshikka suyangan ko'yi. Bekor gap, deb javob qildi Zaynab bir shumlikni sezib. Mendan yashirishning hojati yo'q. Qizim, yo'lda biror zaruriyat chiqib qolsa tez ta'min qila olaman. Erkaklarga hech lozim bo'lmagan ba'zi narsalarga xotin kishi ehtiyoj tuyishi mumkin. Bu masalada mendan uyalib o'tirma. Tashakkur. Zarur bo'lsa aytarman, dedi Zaynab. Hidni ovozidan samimiyat mana men turibman degandek edi. Har holda Zaynabda shunday qanoat hosil bo'ldi. Lekin baribir unga ha ketyapman deb ochiqcha ayta olmadi. Nihoyat bir kuni Abul Osning ukasi Kinona uni tuyaga o'rnatilgan bir mahfaga mindirib yo'lga chiqardi. Zaynab o'sha paytda homilali edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Madinaga otlanganini eshitgach, Asvatning o'g'li Habbor yoniga bitta o'g'ri bezorini olib uning orqasidan yetib keldi. Kinona nima qilyapsan deyishga ham ulgurmay nayzasini mahfaga sanchidi. Mahfa qattiq silkinib ketdi va Hazrati Zaynab yerga dumalab tushdi. Tusharkan kattagina bir toshga borib urildi. Habbor ikkinchi dafa tashlandi, ammo endi Kinona o'zini o'nglab olgan edi. Uni oldini to'sib chiqdi. Olchoq, harif, xotin kishiga qo'l ko'targani uyalmaysanmi, dedi. Habbor ham bo'sh kelmadi. Uni bu yerdan sog' chiqarishimizni umid qilyapsanmi sen, dedi po'pisa qilib. Sochidan bir tuki to'kilishiga ham yo'l qo'ymayman. Otasi Badrda nima ishlar qilganini bilmaysanmi, ey Kinona? Sizlar ham borib o'sha otasidan olinglar intiqomingizni. Olajagimiz intiqomni ilk qadami buni o'ldirish bo'ldi. Shunday deb Habbor takror hujum qildi, lekin bu gal Kinona ko'ksini qalqon qilib to'xtatib qoldi. Endi ikkalasi olishib ketishdi. Habborning orqasidan kelganlar ham bor edi. Ular ortdan tahdid sola boshlashdi. Kinona qarasa, ish chappasiga ketayotibdi. Bu ishni o'lmagunimcha oxiriga olib boraman, toki tirik ekanman, unga biror zarar yetkaza olmaysizlar, deya hayqirdi. Tahdid jiddiy edi. Kinonani boshqalari Habborni hushyor tortirdi. Shunisi ham
yetar deya orqalariga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Orqadan kelganlarning ichi Abu Sufyon ham bor edi. U nimaga buncha johillik qilyapsan Kinona? Kuppa-kunduzi bu xotin yo'lga chiqariladimi axir? Muhammad bilan oramizda o'tgan gap so'zlarni bilmaysanmi? Xo'p, nima qilayin? Hozir Makkaga qayt. Oradan bir necha kun o'tsin, keyinroq qorong'uda odamlarga sezdirmay olib chiqib ket, deb Abu Sufyon dedi.